Assalomu alaykum rahmatullohi barakatuh. Azizlar, Alloh nurlar barakalar bo'lsin inshaalloh xonadonlaringiz. Yangi yil kirib kelayotgan yangi yillar muborak bo'lsin. Barcha o'ylagan ezgu tilaklaringizga Alloh afzal bilan yetkazsin inshaalloh. Boshladik. Sirdaryoni Sayxunobod degan joydan ko'chamiz. Joning sog' bo'lsin. Samarqand, maşallah. Samarqand. Bu Sirdaryolik ukamiz mashinasi va Abdurahmonning toychog'i. Shashlik harakatdamiz, xudo xolasa inshaalloh bir shashlik qilib yeylik. Bayram kunidek. Bayram kuni vatandagi vatandoshlarga bir salomlar. Mana shunaqangi Germaniyani parkingidamiz. O'zing uchun o'lyatim deydi-ku. O'shanga o'xshab kichkinagina chiroyli dasturxon tayyorlab qo'yamiz va shashlik qilib kollegalar bilan baham ko'ramizda. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Azizlar, Alloh nurlar barakalar bo'lsin inshaalloh xonadonlaringiz. Yangi yil kirib kelayotgan yangi yillar muborak bo'lsin. Barcha o'ylagan ezgu tilaklaringizga Alloh afzal bilan yetkazsin inshaalloh. Boshladik. Sirdaryoni Sayxunobod degan joydan ko'chamiz. Joning sog' bo'lsin. Samarqand, maşallah. Samarqand. Bu Sirdaryolik ukamiz mashinasi va Abdurahmonning toychog'i. Shashlik harakatdamiz, xudo xolasa inshaalloh bir shashlik qilib yeylik. Bayram kunidek. Bayram kuni vatandagi vatandoshlarga bir salomlar. Mana shunaqangi Germaniyani parkingidamiz. O'zing uchun o'lyatim deydi-ku. O'shanga o'xshab kichkinagina chiroyli dasturxon tayyorlab qo'yamiz va shashlik qilib kollegalar bilan baham ko'ramizda. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.